Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA Series turniri doirasida Gabonga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Fabio Cannavaro bo'lajak bahslar va jamoaning rejalari haqida to'xtalib o'tdi. O'yinlar o'rtoqlik maqomida bo'lsa-da, biz maydonga faqat g'alaba uchun tushamiz. Jahon chempionati tobora yaqinlashmoqda. Shu bois har bir uchrashuv biz uchun strategik ahamiyatga ega. Ushbu ikkita o'yinda barcha chaqirilgan futbolchilarga imkoniyat berishga harakat qilamiz. Har bir o'yinchining hozirgi holatini amaliyotda ko'rishimiz shart. Dubay yig'ini davomida ko'plab nomzodlarni ko'zdan kechirdim va har biri bilan yakka tartibda suhbatlashdim. Yigitlardagi ishtiyoq va motivatsiya meni juda mamnun qildi. Meni futbolchilarning mahorati emas, ko'proq funksional tayyorgarligi xavotirga solmoqda. Jahon chempionati oldidan bizga atigi 2-3 hafta bo'ladi. Bu vaqt ichida jismoniy holatni sezilarli darajada oshirib bo'lmaydi. Shu bois yanvar oyidan buyon aynan fizika ustida tinimsiz ishlayapmiz. Superliganing har bir klubiga 35 milliard so'mdan ajratilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Chempionat Aziya sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Agar prezident qarori loyihasi tasdiqlansa, davlat byudjetidan Superliganing har bir klubiga 2026-yilda 35 milliard so'mdan, 2027-yilda 30 milliard so'mdan, 2028-yilda esa 25 milliard so'mdan ajratish rejalashtirilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 2026-yil boshida Bunyodkor, Nasaf va Buxoroga homiylik qilishni to'xtatishini ma'lum qilgandi.